Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Soatimiz 01:15 Toshkent vaqti bilan. Xo'p, o'rtoqlar, yangiligimni 1 soat 15 minut kechiktirilgan holatda aytishga qaror qildim. Sababi bugun 30 yoshga to'lganligim munosabati bilan Yandexda 2 yildan beri ishlayotganligim sababli bu ma'lumotlarni aytishga qaror qildim. Aslida bugun tug'ilgan kunim emas. Ota-onamni shunchalik bu dunyoga keltirib, shunchalik tarbiyalab, voyaga yetkazib, xalq orasiga qo'shganligi sababli ularning tug'ilgan kuni Пройдите по лестнице, а затем поверните направо. Bo'ladi. Hurmatli obunachilar, nimaga hozir juda o'ylanib gapirayotganligim sababli ozgina muammo bo'ldi. Buni batafsil gapirib berishdan oldin bu video yetib borish uchun o'rtoqlar nima qilinglar, Instagram hozirgi kunda ishlamayapti. Ba'zi ko'ra YouTube kanalda ketadi, Instagramga qo'yiladi. Shunchalik ota-onam bu dunyoga keltirib, voyaga yetkazib, yemek yedirib, ichmak ichirib, kiyim kiydirishganiga Allohim bu dunyoda nimaiki niyatlar bo'lsa amalga oshsin. Narigi dunyoda esa jannat rahmatlaridan bahramand bo'lsin. Xudoga shukr. Продолжайте движение прямо. Baxtimga sog' bo'lib yurishsin hayotlar. Lekin to'g'risi aytsam, juda ham ba'zan o'ylantiradigan narsa shunday bo'ladiki, ular rozi qildimmi yo'qmi degan narsa. Lekin bu narsani men bu efirni qo'yishga qaror qildim, o'ylab. Chunki to'g'risi aytaman, ular bilan kamdan-kam holatda gaplashmasam, endi gaplashaman, unaqa ochiqroq masalan gaplashib qila olmayman. Chunki ko'pincha ishda bo'lib qolaman, yo'qmasam odamning ichki hissini hech kim bilmaydi. Через 200 метров поверните налево. Xabar YouTube kanalida hozir bir 10 daqiqalar ichida qo'yiladi. E'tibor beringlar. Bir kun yoki 2 kundan keyin Instagram sahifalariga chiqadi. Balki ertaga chiqar, balki indin kun chiqar, harakat qilaman. Hozircha shu yangiliklar. Kuzatishda davom etinglar.